hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasiga ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining o'rinlashtirishi bilan 8 mart kuni lagerdan qutulib chiqqan Sharq Turkistonliklarni o'z ichiga olgan 35 nafarga yaqin Sharq Turkistonlik Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlar Washingtondagi Davlat bexatarlik ministerligi ishxonasining oldida Amerika hukumatini Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligidan qochib chiqqan Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining panohlik Yeşil kart iltimosini tasdiqlashga chaqiriq qildi. Baş ministerimiz Salih Xudoyer Efendi axborot e'lon qilib mundaq dedi: "Xonimlar va afandilar, biz bugun Washingtondagi Davlat bexatarlik ministerligi ishxonasining oldiga Amerika ichki ishlar bexatarlik ministerligi, vatandoshlik va ko'chmanlik mulozimati ishxonasining Xitoyning ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb tunishi va buningga uyg'un amaliy harakat qo'llanib, Sharq Turkistonlik Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga panohlik berishini talab qilib yig'ildik. Amerikadagi yuzlarcha, hatto minglarcha Uyg'ur yillardan beri, ba'zilari necha 10 yillardan beri rasmiy panohlik berilishini sevirchanlik bilan kutmoqda. Buning uzun vaqt kechiktirilishi Uyg'ur diasporasida xizmatga nishkisi elish, sog'lomlik sigortasidan foydalanish, oilasining ehtiyojini qamdash qatorliq jihatlarda qiyinchilik va andisha yaratdi. Biz Amerika bexatarlik ministerligi, Amerika Qo'shma Shtatlari vatandoshlik va ko'chmanlik mulozimati ishxonasining Xitoyning ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligidan qochib chiqqan Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining panohlik va Yeşil kart iltimosini tasdiqlashga chaqiriq qilamiz. Shundaqla Amerika hukumatidan Marokashda o'tgan yili 7-oydan beri tutib turilayotgan İdris Hasanning erkinlikka erishishiga yordam qilishini, Amerika 2022-yili qabul qilishni planlagan musofirlar qatoriga Sharq Turkistondan chet elga qochib chiqqan, Xitoyga qaytarilib turmaga solinish, qattiq qiyin qistoqqa ilinish, hatto o'lim jazosiga hukm qilinish xavfida qolgan 2500 nafar Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini kirgizishga, 21-asrda irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan xalqqa yordam qilishga chaqiriq qilamiz. Bugun 8 mart Xalqaro ayollar bayrami kuni. 2014-yildan buyon millionlagan Sharq Turkistonlik Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq Turkiy millat ayollari Xitoy tajovuzchilarining irqiy qirg'inchiligi, insoniyatga qarshi jinoyatining qurboni bo'lib, jazo lagerlari va turmalarda ig'ir zulm ko'rmoqda. Sharq Turkistonlik Uyg'ur va boshqa Turkiy millat ayollari majburiy tug'mas qilib o'tish, homilasini majburiy tushirib o'tish, bosqinchilik qilish, majburiy emgakka selish, organlarini sug'urib olish, chekidan oshgan qiyin qistoqning obyektiga aylandi. Millionlagan Uyg'ur va boshqa Turkiy millat ayollari oilasidan, yo'ldoshidan, bolalaridan majburiy ayirib etildi. Uyg'ur va boshqa Turkiya xalq ayollari izchil davomlashib kelayotgan mustamlika, ishg'oliyat va majburlashning zulmiga uchradi. Irqiy qirg'inchilik, mustamlika, ishg'oliyatning qurbonlari bo'lish sifatimiz bilan biz Sharq Turkiston xalqi davlati ishg'ol qilinsa qandaq natijalarga yo'l ochadiganligini yaxshi bilamiz. Rossiya Ukrainaga tajovuz qildi. Biz tajovuzga uchragan xalq bo'lish sifatimiz bilan Ukraina xalqini qo'llaymiz. Biz Amerika hukumati va boshqa xalqarodagi davlatlarni Ukrainani qo'llashga, Ukrainaning ikkinchi Sharq Turkistonga aylanib qolishining oldini olishga chaqiriq qilamiz. Xalqaro jamiyatning bo'yqut qilishi, davlatlarning jazolashiga qaramay, Rossiya Ukrainaga davomli tajovuz qilmoqda. Xitoy Rossiyani qo'llamoqda. Biz Amerika va boshqa xalqarodagi davlatlarning Xitoyni bo'yqut qilib jazolashini talab qilamiz. Oxirida Amerika hukumati va xalqarodagi davlatlar xalqaro jamiyatning xalqaro sud mahkamasiga Xitoy amaldorlari ustidan sungan arizni qo'llash orqali Sharq Turkiston va uning xalqining adolatga erishish tirishchanligini himoya qilishga, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatini tekshirishga chaqiriq qilamiz. Sharq Turkiston Surgundi hukumati 8 mart kuni Sharq Turkistonlik Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlar Amerika hukumatidan o'zlarini unutib qolmaslikni, panohlik berishni talab qildi degan temada axborot e'lon qilib mundaq dedi: Sharq Turkistonlik Uyg'urlar Washington DC rayonidagi Amerika ichki ishlar ministerligining oldida tinish namoyish olib bordi. Lagerdan qutulib chiqqan Sharq Turkistonliklarni o'z ichiga olgan 35 nafarga yaqin Uyg'ur Washingtondagi Davlat bexatarlik ministerligi ishxonasining oldida Amerika hukumatini Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligidan qochib chiqqan Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining panohlik va Yeşil kart iltimosini tasdiqlashga chaqiriq qildi. 10 ming nafardan 15 ming nafargacha bo'lgan Sharq Turkistonlik Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining Amerikada yashayotganligi ma'lum.
Amerikadagi yuzlarcha, hatto minglarcha Uyg'ur yillardan beri, ba'zilari 10 yillardan beri rasmiy sig'inma haqqi berilishini sabrsizlik bilan kutmoqda. Buning uzun vaqt kechiktirilishi Uyg'ur diasporasida xizmat kinishkisi elish, sog'lomlik sigortasidan foydalanish, oilasining ehtiyojini qamdash qatorliq jihatlarda andisha yaratdi. Necha yillardan beri Sharq Turkiston tashkilotlari Amerika hukumatiga Uyg'urlarning ko'chmanlik masalalarini texmi tez hal qilishga chaqirdi. 2021 yili 19 yanvar kuni Amerika hukumati Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizilayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Uyg'ur jamiyati Amerika hukumatiga panohlik iltimosi sunib, tasdiqlanishini talab qildi. Amerika vatandoshlik va ko'chmanlik mulozimati Uyg'ur tashkilotlariga Xitoy virusi va xizmatchilarning kamchil bo'lishi sababidan kechiktirganligini aytdi. 2021 yili 9 oyda Talibanlar Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgandan keyin Amerika hukumati Afg'oniston musofirlarining Amerikaga yangidan o'tiraqlashishini tezlatadiganligini e'lon qildi. Sharq Turkistonliklar Amerika hukumatining Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishiga qaramay, Uyg'ur masalasini Afg'on masalasi bilan barobar muomala qilmasligidan andish qildi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor Amerika Afg'onistonliklarning Amerikaga o'tiraqlashishini tezlatadi. Hatto ularni o'rinlashtirishni oldingi ikkinchi o'ringa qo'ydi. Uyg'urlarga o'xshash muomala qilmadi. Biz Amerika hukumatining Uyg'urlarni unutib qolmasligini, Amerika hukumati turli tarmoqlarning Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishini irqiy qirg'inchilik deb ayblashini, Uyg'urlarning panohlik ishlarini tezlatishini umid qilamiz dedi. Chet eldagi nurg'ulg'an Uyg'urlar vatansiz, Xitoy tarafidan ishg'ol qilingan Sharq Turkistonga surgun qilinishi ehtimoli cho'ng. Sharq Turkistonga surgun qilinsa, turmaga solinadi. Qattiq qiyin qistoqqa duchor bo'ladi, hatto o'lim jazosiga hukm qilinadi. Xitoy hukumati nurg'un hukumatlarni Uyg'urlarni qo'g'lab chiqarishga qoyil qildi. Faqat Tojikiston va Qirg'izistondala 2016 yildan 2018 yilgacha bo'lgan aralıqda 7 mingdan ortiq Uyg'urning Xitoyga topshirib berilganligi ma'lum. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi G'ulom Osmon Efendi Bayden hukumati 2022 yili Amerikaning 125 ming nafar musofirni qabul qilganligini bildirdi. Qabul qilgan Uyg'ur musofirlarning ichida kam degandimi 2500 nafarining boshqa davlatlar tarafidan Xitoyga topshirilish xavfida qolgan Uyg'urlar bo'lishini umid qilamiz dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Amerika hukumati va xalqaro jamiyatni xalqaro sud mahkamasiga Xitoy amaldorlari ustidan sungan arizini qo'llash orqali Sharq Turkiston va uning xalqining adolatga erishish tirishchanligini himoya qilishni umid qiladi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Yevropada turishliq vakili Mamtun Alabandi biz Amerika hukumatini o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylaridagi davlat hukumatlarini Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarini tekshirishni talab qilishga chaqiriq qilamiz dedi. İstanbulda 8 mart kuni cho'ng ko'lamda namoyish o'tkazildi. Uyg'ur va turklardan bo'lib, necha mingdan ortiq ammo Fatih jamiyasidan Sarachxonagacha pankartlarni ko'tarib shuar to'lab, Sharq Turkiston xalqining ovozini yangratdi. Faoliyatchi Fidoya advokat Guldan Sönmez xonim bayonot e'lon qilib, Sharq Turkiston ayollarining hurlik uchun dunyoni harakat qilishga chaqirdi. Taj News'ning 7 mart kundagi xabariga qaraganda, payda olmaydigan cho'ng texnika shirkatlarini tanqid qilgan tadqiqot guruhi Taj Transparency Project'ning dushanba kundagi dokladida ko'rsatilishicha, Amazon ogohlantirishlarga pisand qilmay, o'z odati bo'yicha majburiy emgak bilan chetishliq shirkatlar bilan davomli hamkorlashgan. Oshkorlanishicha, Amazonning ommaga ochiq ta'minlash zanjiri Aqllar ombiri tadqiqotchilari oshkorlagan Xitoydagi emgak o'tkazish bilan aloqador 5 shirkatni o'z ichiga oladi ekan. Amazon konkret ayblashlarga baho berishni rad qilgan. Bu shirkatlarning bayonotchisi Erika Reynoso umumiy bayonotida Amazon o'zi ishlayotgan barliq rayonlardagi qonun nizomlarga amal qiladi. Ta'minlovchilarning ta'minlash zanjiri o'lchamimizga amal qilishini umid qiladi. Biz kishilik huquq dafsanchiligiga, jumladan majburiy emgakni ishlatish yoki eksport qilishga munosabatlik ayblashlarga astoydil muomala qilamiz. Majburiy emgakning isbotini topganda tadbir qo'llanamiz degan. Avstraliya strategiyalik tadqiqot o'rnining doklatiga qaraganda 2017 yildan 2019 yilgacha bo'lgan aralıqda Sharq Turkistondan 80 ming odam zavodlarda majburiy emgak bilan shug'ullangan. Amazon 1900 dan ortiq ta'minlagichi bilan hamkorlashgan bo'lib,
u har yili necha minglagan ta'minlash zanjirini baholaydi ekan. Buning ichida kelgusidagi ishlab chiqaruvchilarmi bor ekan. Alma şirketimi Xitoyning majburiy emgak yo'tkash programmasiga qatnashgan 7 ta'minlaguvchi shirkat bilan hamkorlashgan bo'lib, biz tijorat qilgan har qanday joyda majburiy emgakka oid hech qanday isbot topolmadik deb turib. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti Amazonni majburiy emgak bilan chetishliqi bo'lgan barliq shirkatlar bilan munosabatni uzishga, Uyg'urlardan kechirim so'rashga chaqiriq qildi. Xalqning bahar bo'lishini izlaganligi hargizmo xam xayol yoki tush ko'rganligi emas. Xalqning istiki baribir amalga oshadi. Yovuzlarning tabiatida o'zgarish bo'ladi deb qarash, ulardan shafqat kutish tush ko'rganlikdan iborat. Ular hamon yirtqich. Ulardan umid kutish behuda ish bo'lganidek, afu so'rashmo behuda ham numus. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.